Assalomu alaykum aziz do'stlar, bu Orif Play kanali va bugun sizlar bilan Bo'ri deb nomlangan o'yin o'ynaymiz. Qisqasi tovuq qilayotganman, bu mashinada shatakka olayotgan servisga telefon qilishni xohlayman deyapti. Biz personajimiz. Klik. Dogon et. Bizning mashinamiz buzilib qoldi. Bizning mashinamiz kichkinagina mashina ekan, Matizga o'xshagan. Bizga tegmaydi, menimcha bu ziyonsiz. Xo'p. Bu yerda butun turishimiz foydasi yo'q. Uzoqda kimdir turibdi. Bo'ri turibdi. Uzoqda tumanlarda-chada. Men bo'ri kelish mumkin. Bo'ridan biz himoyalanishimiz kerak o'xshab, katta ehtimol bilan. Bo'ri. Yopana vrot. Qo'rqiblar ketibman. U tez kelayotgan bo'ri, lekin shuni bildim. Dars. Bo'ri. Eshigim past ochdi. Uxlab qolishim mumkin deydi. Agar uxlasam, u yonimgacha kirib kelishi mumkin. Eshigimizni ochyapti bolalar bu. Bo'ri. Uqalay. Yeng desan. Uxlab qolsam space'ni tezroq bos deydi uyg'onishim uchun deydi. Space bosish kerak, uxlab qolishim mumkinmi? Bambi yo'qol, iltimos. Yo'qolay. Orqasini ochyapti mashina. Chopib beribdi. Space. Yordam kelabaylar, qanaqadir paralarni yorg'in ko'ryapti. Bo'ri. Nima chopib beribdi atrofimda? Uxlab qolmasin. Bambi. Bir narsa tirs. Seni o'qim qolmadi bolalar. Shuncha chidadik-ey. Babikda top birovga qirsam yo'qmanmi, o'yinni qaranglar ahvol. Menimcha yoriq yetayotgan bo'ldi deydi. Davay endi yugurib boraman bu yog'iga deydi. Bu yog'i yaxshigina yoriq bo'ldi deyapti. Bo'ri o'lib, Bambi o'lib yotibdi pastda. Bechora Bambini o'ldirib qo'ydik-ku biz. Odamga o'xshaydi-ku bu bo'ri. Ajarani qara, burum deydi. Suka. Bizni mashinaga minmoqchi bo'lib yotgan ekan, boyatdan beraman. Aka, nima ish qilay? Bizga go'sht kerak burgerlarimiz uchun. Balki biron joydan bepul go'sht toparmiz. Qanday bepul go'sht topmoqchisan? Oddiy. Borib odamni o'ldirasan-da, menga olib kelib berasan. Keyin men burger tayyorlayman. Nice. Klient keldi, bizlarga birinchi klient. Bala basharani qara, Lari, xush kelibsan. Xayrli kech. Burger xohlardim salat bilan birgalikda. Bizda bitta javob berayotgan variantimiz bor. Xayrli kech, kechirasiz sir. Bizlarda go'sht tugab qoldi. Go'sht yo'q. Bu restoran-ku ahmoq deyapti bizga. Kechiring sir. Go'shtimiz yo'q. Ko'rsataman xohlasangiz xolodilnik kerakligini, keyinchalik nima qilishing mumkinligini izlab top. Kris. Aka, meni qo'rqitib yubording. Kris, nima gap? Aka, menimcha restoran bankrot bo'lsa kerak. Biz personajimiz qiz bola ekan demak. Biz bu bankrotga yo'l qo'ya olmaymiz. Biz otamizni xohishi edi. Bizni pulimiz tugab boryapti. Go'sht narxi bo'lsa qimmat. Go'sht yo'q. Go'sht bo'lmasa gamburgerlar ham yo'q-da albatta. Va klientlar ham yo'q. Dinurgur. Bir yo'lni topishimiz kerak. We are all bizda 2 oyimiz bor. 2 oylik soliq to'lovlarimiz qolib ketgan qisqasi. Bilaman, bir restoran saqlashimiz kerak. Aka, nima ish qilay? Bizga go'sht kerak burgerlarimiz uchun.
Balki biron joydan bepul go'sht toparmiz. Qanday go'sht, bepul go'sht topmoqchisan? Juda ham oddiy. Borib odam o'ldirasan-da, menga olib kelib berasan. Keyin men burger tayyorlayman. Ahmoqmisan? Odam o'ldirish. Agar biz bu ishni qilamiz yoki restoranimiz yopiladi. What the fuck, bro? Ahmoqgarchilik-ku. Akajonim, bu bizning oxirgi qolgan yo'limiz shu. Men otamga va'da berganman, bu restoran haqida g'amxo'rlik qilishni. Jinurga, mayli, shu ish qilaman. Bordagina yaqin atrofdan bir yolg'iz odamni topishga harakat qilib ko'r. Bu yerda lekin yolg'iz odam ko'rmayapman. Bu yerda qanaqadir uy bor, a? Shu uyga borsak kerak. Pistoletimni oldimmi men? Revolverimni olishim shart emasmi ya? To'g'ri. Pistoletimiz bor endi. Borib odam ovlaymiz. Restoranimiz yopilishiga yo'l qo'ymaymiz. Borib cho'chqa-po'chqa, eshak, peshak so'yayotgan sharoiti yo'qmikan bularda? Nima uchun odam tanladi deyapman-da, o'sha sal mantiqqa to'g'ri kelmayroq turibdi-da odamlar. Qancha borib ko'cha-po'chadan biron eshak, peshak yoki bir ov qilib meni kechir, menga go'sht kerak. Uyingda hech kim yo'qmi? Shosh. Nima olib kiryapsiz? Xushdan ketib qoldi, ko'p ichibdi ekan deymizda, ha? Qanday? Boshqa men nima ko'rmayapman. Qara, bratishka. Aytganingni qildim. Odam olib keldim men yoningga. Lekin biz bilan gaplashmayapti. Menimcha xolodilnikka osib qo'yamiz. Endi burger tayyorlasam. Bu ish qilding, akajonim. Menimcha sen bunaqa o'zingda mardlik topa olasan deb o'ylamadim deydi. Bu juda ham ahmoqlik bo'ldi, aka. Lekin seni qilgan ishni qildim, aytgan ishing qildim. Birgalikda bu restoranni saqlab qolamiz. Pichoqno. Biroz menga go'sht kerak burgerlar uchun. Mayli. Shu ishni qilaman. Borib kiysaymi? Terisini shilova. Steak kiss. Mana terisi ichagi. Chris burger tayyorlab boshladi menimcha endi. Bepul go'sht topdi qayerdandir. 1 oydan so'ng. 1 oydan so'ng mana bu go'sht sotilganmi yoki? Mana sotilib. Oxirgacha sotibdi. Biza go'sht yana tugayaptimi? Chris. Biz lekin klientlarga servis qilmaskanmiz-da, shunisi yaxshi ekan. Oxirgi mana bu odam go'shtini qovuryapti, kotletlarini. Bu yoqda men tayyor burgerlar. Chris, senda gaping, menda gaping yo'qmi? Men bu yerda nima qilishim kerak? Klient. Oppa kelyapti. Keling, xush kelibsiz. Eng zo'r burgerlar shahardagi, umuman dunyodagi eng zo'r, eng shirin burgerlar shu yerda, chunki ular odam go'shtidan. Samantha. Salom. Burger kerak iltimos. Borib o'tiring, sizga hozir bir tasni olib kelaman deb. Burger yemoqchi. Bo'ldi, burger olib boramiz. Chris, tayyor burger bormidi? Men tayyor turibdi-ku. Tarelka. Burger. Tarelka burger chalaman. Mana burger. Ye. Menga qarama, ye burger. Nima yemayapti bu? Ketsam yesam. Samantha, ye burger. Nima? Tualetga boring kelyapti. Men g'alati o'tiribsan.
G'alati o'tiribdi, mayli, menimcha Screamer bermoqchi, lekin Screamer bo'lmayapti. Normalmi ekan? Go'sht kam qolyapti. Menimcha kechqurun kelgan oxirgi klientimiz shu Samantha. Shuni o'zini go'sht qilamiz menimcha. Opa singilmas ekan, ikkita aka ekan. Yana bir mamnun bo'lgan mijoz. Borib kiritishlar. Kimdir keldi? Ola bashara. Stan. Hey Liton. Sizlar juda ham eng zo'r burgerlar sotishingiz haqida eshitgandim. Bu butun viloyatda mashhur bo'lib ketgan. Xayrli tun sir, nima xohlaysiz? Menga burger kerak edi, qo'shimcha salat bilan iltimos. Borib o'tirishingiz mumkin. Sizga hozir 1 minutda burger olib kelib beraman. Bitta klient kelib, ikkinchi klient kelib. Sen ham yemaysan. Borib akam bilan gaplashishim kerak. Hay billa. Yashir. Meni kechir. Satta Stin. Meni kechir. Go'sht tugadi. Biron kim ko'rmadim. Ketdik. Odam go'sht burgerini yedirdik-da, o'zini go'sht qildi-ga. Yaxshi. O'zim ham o'rganib qolyapman men sekin-sekin. Ana qonlarni nima qo'yasizmi? Mana steak olib beraymi endi? Bu go'shtimiz tugabdi, men bratishga senga qani qon. Bu yerda 1 litr qon to'kiladi lekin boyagini. Biz desa, game overmi o'yin tugan? Shu kerakmidi? Mana mashina egasi qayerda deb so'raydi hozir bizdan. Men bilmayman. Bu o'zi shu yerda turadi, bu ertalabdan beri turibdi, egasi kechini tashlab ketgan. Politseyski. Basharan qarab, politseyski-da, politseyski keldi, baribir shu kun kelishi aniq edi. Ofitser. Xayrli kun. Men Chris Bones bilan gaplashishim kerak. U menga aytgan, nima xohlaysiz-da? Bir oy oldin odam yo'qolgan edi. Bilmasa biroz balki. Uning uyini oldida bir qo'shnilar sizning trackingingizni to'xtaganini ko'rgan ekan, bir oy oldin. Akam hech narsa qilgani yo'q. U biz har doim birga gaplashdik. Xavotir olmang, shunchaki bir ikki savol so'ramoqchiman. Hech qisi yo'q, u oshxonada. Hozir chaqiraman. Chris. Tugadi-ku, aka. Yetib keldik-ku. Jinursun. Ana Melisa bizdan nimani xohlayapti? Sen bilan gaplashmoqchi ekan, Jinurgur. Bizni menimcha qo'lga olsa kerak. O'zing bosi va bizni qo'lga ola olmaydi. What the fuck, bro? Qanaqadir qo'shnisi seni ko'ribdi-ku, jinoiy ish joyida meni ko'rgan deyapti. Seni mashinangni ko'rgan. Qancha men borganman mashinada, buni mashinani ko'rgan. O'zingni bos. U bilan gaplashib ko'raman. Hammasi hal qilaman. Uni ham go'sht qoramiz hozir. Uni ham go'sht qormoqchi bo'lsang, hozir ayt, tayyor turay. Meni chiqarmayapti. Nima qildim? Bla gaplashyapmiz, eshitmayapmiz. Biz prosta aytdim-ku. Uni o'zini ham go'sht qor. Biz ham yerda pishiraveramiz kotlet, normalda. Shu qisilganda yaxshi pishgan deganda menimcha. Boplading bratishga. Tez bu, ana tanani kirgiz. Da. Go'sht ko'payapti lekin. Shunisi sal quvonarli holat. Bizning biznesimiz hali tugamaydi, bizning biznesimiz hali davom etib ketaveradi, Chris. Men birovni o'ldiraman deb